Milliy tiklanish demokratik partiyasining 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturining ijrosini ta'minlash maqsadida davlat tilining maqomi va uning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish, shuningdek, aholining savodxonlik darajasini aniqlash maqsadida partiya Xorazm viloyat kengashi tomonidan Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida ommaviy diktant tadbiri bo'lib o'tmoqda va ushbu tadbirda men ham faol ishtirok etmoqdaman. Respublika miqyosida hamma viloyatda shunday ommaviy diktant tadbiri bo'lib o'tmoqda.